Tek ovozdan eshitganmiz. Ovozda gap yo'qmi? Qadrdonlar, assalomu alaykum. Xudo xolasa mana pishgan ashni zo'ridan, sho'ri yo'g'idan yuquraman degan akaxonlarimizga bu videoni jo'natib qo'yamiz. Ishlarimiz mana tayyor bo'lib, umidali mashinamiz yuklanib chiqdi. Sanamiz 2025-yil 4-oktyabr. Ishlarimiz davom etyapti. Ishlarimiz mana yondan ko'rinish tayyor holatda yo'lga chiqib ketishyapti. Kichkina mashinada so'ragan akaxonlarimizga mana 3000 talik mashinamiz ham yuklanib tayyor bo'lib chiqdi. Ketma-ket ketishyapti. Akaxonlarimiz. Ishlarimizning narxi zavodning o'zida 750 so'm. Aka orqadan ochib ko'rsatib beramiz. Dastavkalarni kelishtirib, vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Atlasnoy bo'lib, xudo xolasa sifatlariga gap yo'q. Mana kichkina mashinamiz tepadan ko'rinish holatlari, xudo xolasa yo'lga chiqib ketishdi. 10 mingtalik mashinamiz mana tentlarni ochib 100% ko'rsatib o'tamiz. Mana xudo xolasa 10 mingtalik mashinamizni tentlarni ochib ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Sifatlari a'lo darajada. Ishlarimiz parchalanib ketishlariga, sanoqlariga garantiyamiz bor. Biz bloger emasmiz. Endi videodagi kamchiliklarga e'tibor bermaysizlar. Narxlarni kelishtirib yetkazib beramiz, aloqaga chiqamiz. Qadrdonlar, ishlarimizni sho'rlariga kelsak, 5% chiqishi mumkin deyilyapti, lekin klientlarimizdan shu betgacha jalba tushgani yo'q, sho'rlarni yetdi degan. Vodiy bo'ylab yetkazib beraveramiz. Pastda nomerlar qo'yib qo'yamiz, batafsil ma'lumotlar uchun bemalol telefon qilamiz. Bu joyga yetkazib beraveramiz.